Hürmetli ehli cemaat, imam özü, mezun özü degende aslında bunu başka bir kırınlarla takdim kıldı. Bunu takdim kılış için Avrupa'da turduğan Abdullah Ariş deydiğen bir burader olup yekeldik. Şu burader şu doğrusunda bir kitap yazıbende uzun müddet izlenip bir material çıkıp nesine kılvat ballıqının xabarımız var. Bizden bu tayarlanan bugünkü bu makalımız mı? Şu buraderinin ki tayarlanan makalı şu bir materyaldan elip bir 4-5 nesne tayarladık. Bu buraderle görüşüp biz internet arkalı olsun mu? Boz kelişini talep kıldık hem de. Bu 10 yıllık eken emas mı? Çoğlar bir erkek kırgınçılık ki 10 yıllık, 10. yıllık eken bu yıl. Hem de eğer özü kelenmeye kalsın mı? Şu internetten toru arkalık çetelip olsun mu? Şunda bizge bir aşırı ahvalını bir tükendiriş bahsedip talep olsak bu kardeşimizin olma bir özür var. Kelenmeye kalktı. Şunun bunu hem de özümüzün de tayarladık. Aslında bunu duanı olman kılır, bunu men de, hem gepni men demey aslında. Bunda bazı bununla takım ehli olan, bolsa şu devirde aşağıda boğan, yani aşağıda bunun özünün boğan kırındaşlar, yoki etrafta qo'shni mahallalardan bo'lgan qarindoshlar buni qadam ahllari buni bizga taqdim qilgan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Men buni hamda shu boshqa qarindoshlarning tayyorlagan materiallardan izlanib o'rganib mushunchalik tayyorladim hamda. Shuningga mishada men agar ma'lumotni xatolik qilib qolsa, mushu so'rindagi qarindoshlarning ma'lumot emas, mandaqda deb askar uchun umid qilaman. Muşunu bilgen bir öğünüp ötümüz hem de. Öyle iş bu xatlarımı degen, erkek kırgınçılık degen, qandan gap, kaçan boğan, neme üçün boğan, qançılık edem ne bu zalimlar öldürüp etken degen mezmunda bir kıstığına öğünüş kılıp ötümüz. Bismillahirrahmanirrahim. Yarken ediş bu erkek kırgınçılıkta. Hem de bir yerde yayken de atay dikenmiz. Asli konusmi yarken diken hem de. Yarken. Bu şu Türkiye'de mi yarken diken gapna oradan şundiken men onka tug'ilgan yerimni shu Yarkent deb yozsam degandek shu shaklga chiqibdi. Turkcha gapgan emasmi? Yarkent degan gapni o'zi. Obdan shunda bir gapgan deb. Belishqo erkak qirg'inchiligi birinchi tajovuzchi Xitoylarning ishg'oliyat ostidagi vatanimiz Sharq Turkistonda jazo lagerining ta'sis qilishga bevosita sabab bo'lgan voqea bo'lib, şu qitimliq erkak qirg'inchilikdan keyinla Xitoy tajovuzchilari yakan noyisilik qopqoq echish yoki tuvoq echish nomida bir harakatni keng qanot yoydirib, ochiq tarbiyalash, yepiq tarbiyalash degan nom bilan kishilarni jazo lagerlariga so'lashga boshlagan. Endi bu qarashqa yakanda bo'lgan bir voqeadak tug'an bilan mushu 2016-2017 yillari umumiy xalqimizni jazo lagerlariga so'lashning boshlanishi shu yerdan boshlanib ekan. Şununla bir yerde bazı tecrübeler Xitoylarning bir yerdeki bastırışları şu yerden başlangan ekan. Jazo lagerlari 2015 yil yakanda 1 yil tecrübe qilingandan keyin 2016 yili ikkinchi qitimliq qopqoq echish yoki tuvoq echish harakatini yurgizish orqali butun Sharq Turkistonga kengaytirilgan. Yani bu ahvol kengaytirilgan. Bu ahvol tadrijiy xalqaro oshkor bo'lishga boshlagan. Hamda bu qopqoq echish yoki bo'lmasa tuvoq echish degan Xitoyning bu siyosati shu ilgirimo 1969 yil bilan 79 yillari bo'lsa kerak. Shu vaqtdami bo'lib ekan burunchi kooperatsiya vaqtidami. Bu nima degan gapkan desa, uning aybini bu deydi ekan, buning aybini u deydi ekan. İkisi birbirini kolu olduğundan diken armak şeytan kirdiken tıkımı bek kola. Avaklanı kovan dese bu adam kovan. Sen avaklanı kovan ton der. Her bir diyebilen gap sözlerini bir yerde bu zalim Xitoylar onu kalemge ep durup muşunda birbirinin ayıp noksalarını birbiri açıkça silip muşunda afganken. Bu bizdek milletin başkası bu tozakka düşmesi gereken bu kapkanı koçuğum de. Bunda birbirimizni ayıplanlı dese, bunda 5-10 yıl ya bir neçe yıl bir kulum qo'shnilar bo'lgan, ehli jamoat bo'lgan, yoki hamda bir tanışadigan, bilishadigan odamlar shu yerda xijil olmay, bir-birining ayibini yechib bergandan keyin, bu Xitoy shu bizdek millatni ishg'ol qilmay, kimni ishg'ol qilganda? Nima deb bu odamning ayibini men sana yechib beraman? Sen menga nima bersan? Sen kimsan? Deydigan mandaq bir ideya ruh bizda bo'lmaymi shunda? Bir-birimizga ayib ichishmuş meselesini burada qilib berib ekanmiz.
Qashqarda o'qiyotgan vaqtimizda ustozimiz Maqsum akamning beg'i deb bir ko'p shu gapni tilga oldi. Maqsum akamning beg'i deb gap qilib kelibla xabolab qoldi, chechildi. U gapning oyg'ini bilmaymiz endi. Davomli shu bijmesh gap qildi, Maqsum akamning beg'i keldi, gapning oyg'i yo'q. Shuning bilan ma'lum bir odamdan bunda Maqsum akamning beg'i deydigan nima gap bo'ldi desam, Maqsum akamning beg'i deydigan Qashqar shahrining bir yerida yo'g'on bir bog'olab Xonliq madrasada ustoz bo'lgan cho'ng o'limalarning hammani shu yerga so'labdi. 6 oy temdi shunda vaqtida shu yerga so'labdi. U yerga ba'zilarini shu yerda yetib qo'yadigan o'xshaydi, ba'zilari shu oqshami ketib, atdigan saati kep bo'lish kerakka bo'ri to'qi qo'lisapti shu o'limalarni. Ba'zilarini tamsoq qo'lisapti, shu cho'ng shunday o'limalar bor ekan hamda ustozlar bor ekan. Shuning bilan shu Maqsum akamning beg'i degan shu bog'da tasavvuf ahli bilan tasavvuf ahli bo'lmagan o'limalarni bir-biringlarning zodi qasonlar ras mishadi bir munozir qilinglar deydi ekanda. Munozir qilishganda ekan tasavvuf ahli bo'lmagan o'limalarni o tasavvuf ahli bo'lmagan o'lima deganda o'lima degan olmaydi. Bo'lmishda gadib turdi. Bular og'zida ilm bo'lgan bilan qalbida e'tiqod yo'q deb aytlaydi ekan. Ana degan o'lima o tasavvuf degan zindiq hamda bu. Tegidan bo'la bunda delilsiz ish qiladigan odam deb bir-birini ayblab oxirida undan keyin shu ba'zi harom narsalarni uning haromligini mana men shu kishilarning hammasining cho'ng ustozi men bo'laman, haromligi aniq dalil yo'q degan gap so'zim o'tirib chiqib, aytashlar bir vayronchilik bo'lib, oxirida ma'lum bir katta zotdan birisi o'zini o'ldirib oldi ekan. Necha ulamaning ustozi ekan bu kishi. Shu Maqsum akamning beg'i degan shu kanamda. Xonliq madrasasini bilamiz. Bu Xonliq madrasasi degan bizning Sharqiy Turkistondagi ilm shu yerdan topilgan. Sani Buxara deb atalgan shu markazda o'qib chiqqan yoki bo'lmasa shu markaz ustozlik qilgan o'limalarni so'ligan bog'ning ismi ekan bu Maqsum akamning degan. Shu vaqtda shu Xitoyda shunchalar seviyalik odamlarning shunda o'yin tolib ekan. Ya'ni bir-biriga salolib ekan. Bu bir-biriga selish hozirmi bu chet eldimi tugamagan bo'lsa kerak endi. Qarasak bir-birimiz bilan ba'zi kelishilmagandek bo'lgan bilan o kelishilmaslikning keyinida boshqa bir o'yinlarning hikmatlarni bor bo'lishmoqda. Mushundaq holatlar bo'lib ketadi. Shuningdek, bu qopqoq ichish, tuvoq ichish degan gap shu ekan-da. Bu tuvoqni mushundaq bir-birining ayibini ichinglar desa, maqida hammalar bir-birining ayibini ochgandan keyin mushundaq bir ahvol bor. Qadamdan keyin Xitoy demakki uningdan biroz xatolik bor. Bunun var, ondan olsa bunun ya 5-6 ay ya 1 yıl solayımız deb şu yerden başlanıp bu lager degan isim şu vaqt o'tirib chiqib 2016-yilda boshlab Sharqiy Turkistonning ham yerdagi tafsilan deb shu shaklda materiallar izlab. Qo'zg'olonning yuz berish sababi, qo'zg'olon deganimizda ham bu yerda qo'zg'alish. Ya'ni bu yerda yana bir xursand bo'ladigan bir yerimiz, bir tarafdan qarasak millatimiz shundan nodon ko'rinadi. Yani bir taraftan qarasak bu millet ezelden zulümga tiz bükmekte oldu. Bugünkü bu sunum bu dersimizdenki en mühim bir kısmı bu milletninki zulümga qat'iy tiz bükmeganligini bunu tushunib chiqar ekanmiz. Vaqa yuz berishda mundaq ikki xil sabab bor. Bularning biri 2014-yil 6-oy Ramazon butun dunyo musulmonlari taqozolik bilan talpinib turib kutib oldigan bu ulug' oydagi hurmatli kunlarning birida Belishqo bozoridagi Jamol Hojim oilasi peshin namozdan keyin 2 eshak parvozini qilib sodliq uchun bozorga yo'lga chiqadi. Ular Maroqishi yakan tosh yo'lga chiqargan yon yo'lda ketayotganda shu yerdagi bir bo'lak yo'lning remont ishlarini o'rdiga olgan Xitoy xo'jayinining ayoli mast holatda mashina haydab so'qiyotgan ekan shu eshik orasida ketayotganlarni. Şuna bilan bu Harvardga ketayotganlardan bir oiladan 2 ayol, bir o'g'il bola qo'taqlikka 2 homila bo'lib, jami 5 jon qazo qildi. Eng ichinarligi shu homila onaning qo'rchiqdan etilib homila shu onaning qo'rchiqdan etilib farqlab ketgan ekanda, maqsadni ichinishlik bir holatda o'lib ketgan deb shuni ifodalabdi. Vaqadan keyin shu yerdagi jamoat kechib ketmoqchi bo'lgan Xitoy xo'jayinini tutib bog'lab oldi.
hamda Xitoy keçib ketmasin deb ahli jamoat birlashib Xitoyni tutib bog'lab qo'ydi ekan. Yakan nayisining shu vaqtdagi hokimi Ahad Said naq maydonga chiqib xalqqa qazo qilganlarni dafn qilib o'tishni, hukumatning voqeani odil bir taraf qilganligini aytdi. Xalq bog'lab olgan Xitoy xo'jayinini qo'yib berdi, lekin voqea odil bir taraf qilinmaguncha meyitni yerlikka qo'ymaydiganligini bildirdi. Bu shuni endi odil bir taraf so'rasa hukumat şu vaqtda yerlik qo'yamiz, bo'lmasa yerlik qo'ymaymiz, shunda tuturdi meyit deb, shunda meyitni saqlab tuturdi ekan shu vaqtdagi aholi. Xitoy xo'jayin har bir kishining qon haqqi uchun 20 mingdan 30 ming yuangacha mo'ljalda to'lam berdiganligini aytganda, xalq to'lam pulning adil bo'lmaganligini o'tirib qo'yib, meyitni dafn qilishni rad qildi. 20 ming qo'ydi, 30 ming qo'yib pul veramiz deydi ekan. Endi 30 ming qo'yib pul verdi degan taqdirda 5 jonga 150 ming qo'yamda. Balkim kichik vallığı 20 ming qo'y degan bo'lsa kerak. Shunday pul veramiz degan vaqtida xalq buningga o'zining noroziligini bildirdi ekanda, meyitni yerlik qo'ymay turib oldi ekan. Ertasi hukumat saqchi o'rinlashtirib, xalqqa bosh bo'lib Xitoy xo'jayinini bog'lagan, meyitni dafn qilishni rad qilganlarni qo'lga oldi va meyitni majburiy dafn qildirdi. Shu dafn qildirmasanglar, dafn qilmasang bo'lmaydi deb qo'rqoqchilik dafn qildirdi ekanda. Xalq bu nohaqchilikqa norozi bo'lsa-mu, amalsizlikdan ishiga bu daftarlarni chekishga majbur bo'ldi. Uzoq o'tmay Ramazonning o'ttirlari, ya'ni 7-oyning 18-kuni 2014-yilda keldi. 2014-yil 7-oyning 18-kunisi Yakan noyisi Beshkent bozorida o'yma-o'y ro'pashlarni aniqlayotgan. Shunday bir ahvol bo'lib ketgan shu ro'pashlarni aniqlab o'zini ochtirib o'tamiz deydigan bir ish bo'lib ketgan. Beshkent degan Yakanninki bir Kongshisamda Kongshin yezliq hukumat deymiz bu deyza. 7-oyning 18-kuni Yakan noyisi Beshkent bozorida o'yma-o'y ro'pashlarni aniqlayotgan mahalliy komitet kadrlari bir oilaning ishkini qoqqanda, ular erlardan ehtiyot qilish uchun yuzini epib eshikni ochgan ayolni ko'rib, ularga hamroh bo'lib kelgan saqchi u ayolning hijobiga chang silib, majburiy so'rab elib minishga urinadi. Bunu ko'rgan o'yning cho'ngi 71 yoshlik buvay kelinni qo'g'dash uchun ari bilan saqchiga qarshilik ko'rsatdi. Shu xaman o'raydigan ari var o'mda. To'mi arini elib bir qo'lgan bo'lsa kerak. Shuning bilan bu qishibdamda jon tatib qo'ygan ekan 71 yoshlik cho'ng odam. Qolgan kadrlar qochib ketib saqchixonaga ma'lum qildi. Saqchilar kelib 71 yoshlik buvay 7 yoshlik sabiy bola, bir ayol va 2 er kishini o'z ichiga olgan 5 kishini o'q tutib, naq maydonda qirib tashlaydi. Ammo shu voqea sababli, shu bir arini elib bir hayvon bo'lsa kerak, shu sababli shu bashalarni etib o'tganda 2014-yil 7-oydagi 7-oy ishida bo'layotgan masala. Bu voqea butun Yakanga tarqalib, xalq buvoyga madiya o'qsa, Xitoy tajovuzlariga bo'lgan nafratini taxmi ularning Xitoy tajovuzlariga bo'lgan nafrati taxmi oshudi. Yani şundaq günlərinin birində Ramazanның axırqı 29-kunining taravih namazı oqulub bolğandan keyin bu qitimliq qatlamning, yani irqiy qirg'inchilikning pilsiga o't yoqqan voqea yuz berdi. Elishqo Yakan noyisi ishida endi mayat Elishqoni qisman bir tushuntirib benolikning oxir o'timiz. Elishqo Yakan noyisi ishida diniy aqida, e'tiqod kuchli bo'lgan yezi qishloqlarning biri bo'lib, tarixda Xitoy tajovuzlariga qarshi qo'shin tashkillagan ve karşılık görüşüşke ündigen Ayıp Karaxunum'ның yurti. Ayıp Karaxunum'ның yurti. Ayıp Karaxunum deyilgan ustad ötegilik. Aslında o kişinin biraz tonup öteşke ne ötkege vaqtida tegishlik muhim bir o'rni var bir şahsiyet. Ayıp Karaxunum'ның yurti Xandı iyisi bilen qo'shni edi. Madajin ismli tadqiqotchi Xitoy. Bu Xitoyninki shu bizning vatanimiz to'g'risida yozgan materialida Şərq Türkistan haqqında yazılan bir qancha kitabida bu haqda to'xtalib, Ayıp Karaxunum va Qağılıq nayisida o'tgan tanlıq dini ustoz Abdulhakim Maqsumni Şərq Türkistandagi 3 xil kuchlarning ruhiy dahilari deb elga oldi. Hamda bizda tarixdan bu yan o'tgan bir xatolik, o'zimizning odamlarimizni o'zimiz to'z voyaga yetkazib to'nimaydi ekanmiz. Ammo dushman bek to'ni etganda buni. Shu Xitoy Ayıp Karaxunum allaqachon olamda aniqlab belki Maqsum Hacimmi alamda yongan vaqtida yozilgan bo'lsa kerak bu kitobda. Ya Maqsum Hacim hayot vaqtida yozilganmi? Butun Sharq Turkistonninki shunda Xitoy tajovuzlariga qarshi turdiganga turkchilik rol o'ynagan shaxslarning beshida 2 kishini yozibdi ekan.
Ayıp Qaraqın məzərət bilən qağlıqdakı məşhur məxsumatlıqda təxir ruh ölməklik. Həm də məsələn bir neçə ayollarni tutub saqçıqanığa solub apdı. Şunun bilan məsciddəki cemaat şunda uyan bir kişilərin hamısı saqçıqanığa berib dəmdi. Mana mavo cin namoyish hamda. Shundam jamoat. Haqiqiy namoyish mushu hamda. Saqçıqanığa berib biz ashuni qutuldirmiz deb. Saqçılarning bu yerda qo'yib berishni talab qilganda saqçılarning rad qilishiga uchrab qolmasdan tahdid uchraydi. Sen bo'ylani deb bilimiz qo'yamda. Tahdid soladi bularga. G'azablangan jamoat saqchixonaga besib kirib, ayollarni qutqizib chiqadi. Hamda davomli qanday yumshoq boshliqmi aplashmaydi deb ular saqchixonaga besib kirib, bu ayollarni qutqizib chiqadi ekan shu vaqtda. Shuning bilan xalq o'zligidan tashkillangan bir maydon qarshilik ko'rsatish harakati boshlanib, bu qitimliq qonliq qirg'inchilikning xaritasi ichiladi. Mana bu voqealikning o'tirg'i chiqishidagi jarayon mush ekan hamda. Hem erkek qirg'inchilikning jarayoni, bu jarayonlar qanday bo'lgan? Jamoat saqchixonani ishg'ol qilgandan keyin Jon Alqon keldi. Beşken deydigan o'rinda beguna bir oiladan 5 odamni, hamda bir 71 yoshlik bir boy arini elib nimda bu kelinimninki yog'liqqa qo'l uzsan deb hamda bu kishining bizda Uyg'urda bor bu hamda g'urur ko'tarmaydi. Bir qo'lgan bo'ladi, shuni bilan kelib bir oiladan 5 odamni servatdi dedik ku hamda etivatdi naq maydonda. Undan boshqa nurg'ulg'an datalarni to'shab ketgan bular. Shuni bilan oxir hamda Jonni Alqonga elib ham boshqa bir chiqish yo'li yo'q deb qarab, jamoat saqchixonni ishg'ol qilgandan keyin rasmiy imom Nur Muhammad Mahmud Qarim hamda miyada rasmiy imom deb elishilik sabab bu shu Xitoyning o'zining shu yerga bekitgan rasmiy imom maqomi ekan bu. Nur Muhammad Mahmud Qarim jamoatning oldiga chiqib, ularga tuvandakilarni o'rinlashtirdi. Hamda bu yerda rasmiy hamda shu ko'g'likimizni ko'ramiz deb bu yerda hamda bu imom maqomi hamda buni tartiblab hamda. Demakki, bundoq imomlar o'tgan bizda ham imom desa hammasi Xitoyning simoqi deb turadigan emas. Ayndaq shu chin turadigan shunday imomlar o'tganda. Bu imom maqomining o'rinlashtirishi Maralbeshi Yakan tosh yo'lining Elishqo bozori Ig'izi va Elishqo bozor markazidan 10 kilometr yiroqlikdagi yo'l bo'lakini to'sib olish. Buni to'sib o'tgan deb imom maqomi. Ikkinchi Maralbeshi Yakan tosh yo'liga yondash bo'lgan G'arb va sharqdagi kichik izi yo'llarini tekshirib, G'o'ljidan mushundaq tekshirib turayotgan vaqtida G'o'ljidan vatanimizning janubiga sayohat qilgan bir avtobusdagi 40 necha Xitoyni qo'lga tushirdi. Shu Xitoy to'g'ri kelib qoldi hamda G'o'lji olib jo'amdi. Chorlab menayotganlar. Shuning bilan bulani qo'lga tushiribdi. Bu oraliqda bo'lgan voqealar Noillik xalq hukumatiga yetgan bo'lib, hukumat darhol barliq yizlarning yizi boshlig'i, partiya komiteti sekretarlarini yizlarga chiqarib, alohida ahvol yuz berishining oldini olish buyrug'ini tushirdi. Ham butun yizlar qo'zg'alib ketib qolishi mumkin. Chunki xalqning 99% emas, ham hisob 100% musulmonda hamda. Bu 1% fasiq hamda, 99% musulmon bo'lsa, 1% fasiq hamda. Bu musulmon odamlardir. Shuning Xitoy shu yerda biroz cho'chigan bo'lsa kerak. Buyruqni topshirib olgan Xandi bozorining bozor boshlig'i Qizilpochoq Xitoy g'olchilaridan G'ulam To'xti va siyosiy qonun sekretari Abdug'ani Turdi mashina bilan Do'ngboq yo'liga qarab yo'lga chiqdi va yon yo'lda chorlayotgan jamoatga uchrab tutib qilinadi. Buni tutyapti jamoatlar. Aytsa voqeadan xabardor bo'lganlarning qatnashishi bilan bu qitimliq harakatga qatnashganlarning soni mingdan oshdi. Şu vaqtdagi voqea qatnashgan kishilarning soni mingdan oshdi. Egilgan ahvollarga asoslanganda ustoz Nur Muhammad Mahmud Qarim bir turkum jamoatni va tutqun qilingan Xitoylarni boshlab Elishqo'ning g'arbi tarafidagi jangalga kirib yo'shirinib olgan va jangaldagi qumushliq va yo'lg'unliq orasida 6 kun terkishib, 6-kunimi inqilobchilarni taslim bo'lishga qoyil qilolmagan yalmog'iz Xitoy tajovuzchilari tutqun qilingan Xitoylar bilan birlikda o'rmonlikdagi barliq kishilarni havo hujumi orqali shahid qilgan. Xitoyni o'ltiribdi. Yerden gilenmenge cetule kuruluktan gelen hava hücum qilgan. Hava hücum qilgan. Hem de müşahede yani bir mazmun telg'ilinibdi. 4 kent aholisini bir butun qirib tashlagan deb material shunday yozilibdi. 4 kent, 4 dadi deydi Xitoy tilida. 4 dadida taxminan bir dadida 1000 odam bo'lsa 4000 odam, 1500 odam bo'lsa 6000 atrofida odam. Shu odamlarninki izdirki faqat yo'q ekan.
Vallahu alem 2010 nechinchi yillar o'g'itdi taz aniq esimda yo'q. Shunda bir balla yelkandan keldik deb kelibdi. Mushunda bir vaqa bo'lgan bizningki qo'shnimizda, qo'shni kentda. Şuluğu berişim batdı, şulu hamda ulining urug' tuqqanini bilmaymiz. Hech qanday adam qammida shu berishimni kimga berman deb bir shar'iy bir fatvo so'ragandi mendan. Men bu voqeaning bu darajada ekanligini men bilmayman bu vaqtda. Endi Alloh yo'l joyga ishlatib bersin dedik. Mushunda bir gapni so'ragan. Ya'ni o kentdan terek hayot qolgan adam biz bilmaymiz. Deb shunda degan. Uning ustiga ham uning urug' tuqqanlarini bilmaymiz, hozir men miyay chiqib qoldirlar bir narsa degan. En to'g'risini Alloh bilguchidir endi. Bu masalaning haqiqatini Alloh biladi, lekin mushunda qilib o'rmonlikqa kirib ketgan shu kishilar aniq boshqa 4 kentda yashayotgan kishilarni bir butun o'ldirib tugatgan ekan. Elishqo bozor ichida qolgan boshqa jamoat G'ulom To'xta Abdug'ani Turdi qatorli Xitoy g'olchilarini o'zlari qalqon qilib Xitoy harbiy kuchlar bilan tirkishdi. Gerçi jamoat qo'llarga Öylerdeki ketmen, gürcek, arı, paltı qatarlıq, dehqançılıq qorallarını elip çıkıp, özlerine müdafiə qılğan bolsumu, qoralsızlıq sebebiden Xitaylarının yağdırğan okları astıda hain tutqunlar bilen birlikte kırılıp getidu. O evədimi iki kadr vardı Xitayның kadrları çok. Aşulunumu birlik kırıp tutdu Xitay. Ama ismiz olup. Abi yaptı Xitay'ın ayetinde. Ormanlıqdaki Xitaylı'nı üyədə aşulu ölen bile öldürüp tutdu. Şu yerdə qarindaşlarımız bilen. Ma G'ulom To'xta Abdug'ani Turdi degan ma ishqisi hamda jamoat ma ishqisini tutib tursaq tiklanmaydi. Balki bizga bir chiqish yo'li bo'lib qoladi deb turgan bo'lsa kerak. Demakki o chiqish yo'li bo'lmay, shuni tanqidlar o'lnimi o'ldirib tutdi. Şu qatimqi voqeadan keyin shahidlarning jasadlarini bir taraf qilib qatnashgan bir shaxsning yetkazishicha, jasadlar to'p to'shish mashinasi bilan turtilib, elinib yuk mashinalarga besilgan. Ammo qayerga elib ketilganligi aniq emas. Shu to'p tushilgan mashinalar bilan sulublar shu mashinalarda shunday tozalab bir taraf qilgan deb, buni shu Xitoyning saqchilari, Xitoy kadrlari tarafdan kelgan ma'lumotlar ekan. Shu qatimliq Uyg'urlarni qirg'in qilishga qatnashgan, shundaqla qirg'inchilikda yaralangan Yakan noyalik jamoat xavfsizlik idorasi jinoiy ishlar atritining boshlig'i tarafidan aytilgan sonliq ma'lumotlarga asoslanganda 1000 dan ortiq Uyg'ur shahid qilingan. 1000 dan ortiq odam bu hamda soqchining degan gap ekan. Jamoat xavfsizlik idorasining yaralangan bir boshlig'ining deb bergan ma'lumoti shu ekan. 1000 dan ortiq odam debdi hamda tahlilchilar 3000 debdi. Vallahu alem hamda 4 kent degan gap ta'kidlanibdi. 4 kent deganda boya bir qarindishimizdan so'radim, bir kentda taxminan qanchalik odam yashar desam 1500 odam yashar taxminan shuncha bo'ldi dedi. 1500 odam bo'lsa bir Xitoyning tililab ketgan bir dadiyoda. Dadiyo degan bek kichik emas-ku endi. 4 dadiyoning odamlari tamoman shunday qatl qilinib ketgan. Bo'ldi. Az bo'lganda. O'sha yerda Aligadan boshqa bo'lgan ish qiladigan emasmi? Ha. Dadiyoning 45-6 o'ldirilgan. Dadiyoning adam tushgan. Erkek qirg'inchilikdan keyingi ba'zi voqealar. Hamda shu demakki bu shunday bo'libdi hamda bugungi mush kun mana 2014-yil 7-oyning 28-kunisi bo'lgan mush voqea ekan. Hozir 2024-yil 7-oyning 28-kunisida nishad o'ltiryapmiz. Bularni haqida boyan biroz duo qilgan bo'ldik. Qur'oni Karim o'qib bularning ruhiga hadiya qildik. Erkek qirg'inchilikdan keyingi ba'zi voqealar. Hamda shu voqeadan keyin Elishqodagi 4 kentning Uyg'urlarining qirilib tashlanganlik ichinishli xabari butun Yakanga tarqalishga boshlaydi. Shahar yezilar butun qamal qilinib, har yerga bironik tanka armiya saplandi. Xitoy armiyasi o'z kuchini ko'z qilish orqali xalqning qalbida qo'rqinch paydo qilish uchun shaharning kichik xalta ko'chalariga qadar harbiy mashinaga 15-20 dan askar chiqarib chorlashga boshlaydi. Bu holat oylar bo'yicha davom qiladi. Shundaqdimi 6 yoshlar chamusidagi bir kichik bolaning harbiy mashinasiga maydak etishi sababi bilan Xitoylar harbiy mashinalarga sim-tor qoplatib oylanishga boshlagan. Shu yerda ketyapsa bir 6 yoshli bola bir maydak etibdi. Shuni bilan g'ayb bo'ylar chataq qildigan o'shaydi bizni deb kichik bola shuni qandi ekan hamda. Shu
Şunu olan maşinaga resmi simto tatip, şu simto'nun içinde oturup şuna kılgan dep şu şekilde yanıp. Erkek kırgınçılıktan keyin yardalağı doğru lazım bolganda bütün doğruxanlar Xitoy hökümetinin yani Xitoy zalimlerining başçılarının tamamen kontrolü ostida bolganlıktan kerakli doğrulağı erişiş mümkün bolmagan bolsunmu özümüzning yerlik milliy tibobat to'g'rilari hal qilg'uchi rol o'ynagan. Hamda bu milliy tibobatning bizning shunday xalqlik bu qitimli emas, hamda tarixdan buyon milliy tibobatningki bizga favqulodda cho'ng ahamiyati bo'lgan ekan hamda. Vaqaning xalqaro oshkorlanishi bu cho'ng qirg'inchilikdan keyin Xitoy axborotlari shahid bo'lgan Uyg'urlarga bir o'chum terrorchilar deb tuhmat qilib qolmasdan qirg'inchilikning ko'lamini kichik ko'rsatib, barliq mas'uliyatni Uyg'urlarga döngab, o'zlarining qirg'inchiligini yo'lliq ko'rsatishga tirishgan. Bu vaqtda Yakan nahiyasi Yarko'cha mahallasida tug'ilib cho'ng bo'lgan o'z dini, vatani va millat uchun yurak so'qib, vijdoni larzaga kelgan yosh qahramonimiz Abubakir Rahim, asli ismi Abdukerim Mehmet. Hemşehri bu dinimizdeki dadısı bağımız sorunumuz lazım. Abdukerim Mehmet tam atlap internet to'rga chiqish orqali xalqaro voqeaning haqiqatini oshkorlaydi. Shundaqla xalqaro inson haqlari tashkiloti va chet elda faoliyat qilayotgan Uyg'urlarni bu voqeaga yaqindan diqqat qilishga chaqirib qiladi. Agar mushu bir inson mushu ishni demasa, mushuncha ish ko'milib qoladi. Bunun albatta to'langan bedeli var. Bu bedel dünyada bo'lmagan ekan bizning ishimiz. Cenab-ı Rabbimiz inşallah bu to'langan bedellarga Rabbimiz Celle ve Ala ahirette o'rnini eslab to'ldirib berdi. Oradan bir qancha kun o'tib 8-oyning 5-kuni Xitoy bexatarlik tarmoqlarining xodimlari uni tutib qattiq qiyin qistabdan keyin yolg'on xabar tarqatganligini majburiy iqror qildirib, yolg'on xabar to'qib ig'vo tarqatuvchi degan nomda maxsus xabar ishlab, har qaysi xabar kanallarida tarqatdi. Bir resim borkan, shu inimizningki shu Xitoyning so'roq yo'lvas o'rindiq deb ataydi, hamda shuna o'rindiqda Xitoy shu vaqtida tarqatdi. Resim bir xatvaga qarsam, shu televizordan tartgan resim o'xshaydi. U shu xatning o'zida Şinjan Xalq televiziya stansiyasida bezolib turdi. Demek şu bütün bizning vatanning ham yeriga bir tutash şu balaning suratini chiqarib, yolg'on ig'vo taqatgan, buning degan gibi balon so'zligi qilsagan o'xshaydi shu qaraganda. Yolg'on ig'vo taqatdim, bu gapni men uqmay deb qoptiman degan qilsagan o'xshaydi. Shu shaklda ifodalab tamdi. 1,5 yildan keyin uningga sud ichib, milliy bo'lgunchilikka qudratqul qilish, davlatni parchalashga urinish degandek bir qancha turli jinoyatlar bilan 9 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. Allah'ın fazlıyla o balı 9 yıldan bitkizip bulduğu çıktı hem de durumda. Tezlikken, tuhaf koydu cemaat. Bu vaka, hem de xulasılığa vaxtıda bu vaka yakın zamandaki kanlık bir tarih bulup, onu biz unutup kalmaslıkımız ve unutuldurmaslıkımız gerek. Muşu hem de biz biraz gafil millet kemimiz hem de özümüzden gafilde ya birbirimizden rencip hapol çaqasak cemaat mıcık kemmeydi deb biz mi taşıversak taşlanıp qoladi hamda. Taşlanıp qoladi. Bu küçük bir mesele emas. Meyli mesela 1000 olsun, meyli 2000 olsun, meyli 5-4 olsun nahaq öldürüldü bular. Bizning unda qiz ayollarımızga, ruhbaşlarımızga çangal silishga bularning hech haqqi yo'q. Bir namoz o'qili kelgan odamlar bunda qilish hech haqqi yo'q. O yo'l yasaydigan Xitoyning xotini bu yerda mas holatda mashina haydab eshik orada ketayotgan odamlarning 5 odamning jinoq zamin bo'lib turgandi. Shu 5 odam uchun muasli bir millat sifatida qarshi to'siq bo'ladi endi. Va uni xotirlashga bo'ladi. Har o'sha to'la bir ahvol bo'lgandan keyin buni albatta xotirlash, buni ibrat edish, o'zimizningki bu Xitoylar bo'lgan dushmanligimizni davomli yengilab turishga to'g'ri keladi. Oxirida dini, vatani, millati uchun jonlarini fido qilib, yoshlik bahorlarini bu yo'lda qurbon qilgan shahidlarimizning shahodatini qabul qilishini, faşist Xitoylarning turma jazo lagerlarida azob chekayotgan g'ozilarimizga sabr, toqat va katta ajr ato qilishini, farzandlarimizga shulardek jasorat ato qilishini, vatanimizni pat fursatda mustaqil qilishga bizga fursat berishini hammaga qodir ulug' Allohdan tilaymiz.